Bugun 27-iyun haqiqat va adolat yo'lida mashaqqatli ammo sharafli kasbni tanlagan fidoyi insonlar, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni. Bu sana nafaqat yangilik yetkazuvchi, balki voqealarni tahlil qiluvchi, fikr uyg'otuvchi, jamiyatda ochiqlik va taraqqiyotga yo'l ochuvchi kasb egalarining bayramidir. Ommaviy axborot vositalari vakillari bu qalam va qalbi bilan haqiqatni izlovchilar, har bir voqea ortida turgan insoniy taqdirni ko'ra oladigan teran nigoh egalari, og'ir mas'uliyatni yelkasiga olgan salohiyatli, har so'zida millat taraqqiyoti aks etib turgan kasb egalaridir. Bugun ularning ko'pchiligi sahna ortida, ammo jamiyat orasida. Ular mikrofon qarshisida, biroq xalq bilan bir safda. Ular yozadi, eshittiradi, ko'rsatadi va fikrlashga uyg'otadi. Ularning so'zida og'irlik, qalbida mas'uliyat, nigohida jamiyat kelajagi mujassamdir. Ayniqsa, yillar davomida axborot maydonida fidokorona xizmatlarini ayamagan, hozirda nafaqadagi faxriy jurnalistlarimizni ham yodga olish, ularning mehnatini e'tirof etish barchamiz uchun, vaholanki kamina uchun ham sharafdir. Barcha ommaviy axborot xodimlariga sog'lik, ijodiy parvoz, ruhiy bardavomlik va qalblar iqlimini isitgudek ilhomlar tilaymiz. Qalbingiz charxi to'xtamasin. Haqiqat yo'lidagi yurishingiz davomli va barokatli bo'lsin. Kasb bayramingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Hurmatli jurnalistlar.